Hürmetli vatandaş, leksiyemizi devamlaştırmaz. Endiki mavzu mındak. Amerika taraf Cungoni nemi sözünü kılıp hapa kılıp koydu? Cungo taraf söhbette Amerika tarafının vaka payda kılganlığını tilga aldı. Çislan ettim ya. Bugün 2001 yılı, 2021 yılı, 3. ayının 20. günü hürmetlik vatandaş. Amerika taraf Cungo'nu nemi sözü kılıp hap kılıp koydu? Cungo taraf söhbette Amerika tarafının vaka payda kılganlığını tilga aldı. Ondaqda Amerika taraf zadı neme dedi? Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq görsetdi. Amerika tarafının bu qatımkı söhbetde Cungo tarafının hareketlerini cümleden Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan'ga qaratgan hareketlerini, yoki ochiq aytganda bostirish hareketlerini, Amerikaga internet hujumi qilishlarini ve Amerikaning ittifoqdoshlariga Jungoning muomala qilishlarini, yani iqtisadi jihatda zo'rlashlarını muhokama qilmoqchi bo'lganligi Jungo tarafdan o'g'isini qaynatdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken mundaq ta'kidladi. Uyg'uristonga munosabatli ishlar, Hong Kong, Tayvan ishlari bu faqat Jungoning ichki ishlar emas, bu ishlarning hammasi deb ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken dünya tertiplerini qo'g'dash prinsiplariga tahdid soldi. Masalan, Uyg'uristonda qilayotgan ishlar Xitoyning, Tayvanga qilayotgan populitsiya Xitoyning, Hong Kongda qilayotgan bostirishlar Xitoyning, bu demak hozir dunyo tertiplarini qo'g'dash prinsiplariga tahdid soldi. Şunlaşqa bu işler herkes Jungo'nun içki işi emas. Vatandaşım, şunlaşqa bu işler herkes Jungo'nun içki işi emas. Amerika'nın içki işi emas. Bugün bu yerde bu meseleni o'ttirg'a qo'yish mas'uliyatimiz bor deb hesaplayman. Geçilip gitti degan gap. Üstel astidagi maxfiy suhbatlar echilib ketdi degan gap. Üstel ustidagi suhbatlar xalqqa va xalqaro jamiyatga e'lon qilmaydigan suhbatlarmi echilib ketdi degan gap. Tushundingizmi? Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan ishlari bu faqat Jungoning ichki ishlar emas. Bu işlerin hammasi deb ko'rsatdi Devlet İşler Katibi Antony Blinken dünya tertiplerini qo'g'dash prinsiplariga tahdid solgan ishlar. Shunlashqa bu ishlar herkes Jungoning ichki ishi emas. Shunlashqa bu ishlar herkes Jungoning ichki ishi emas. Bugun bu yerda bu masalani o'ttirg'a qo'yish mas'uliyatimiz bor deb hisoblaymiz. Şunlaşqı bir yerde bir o'qishni keltirsam qabul qilamsiz vatandaş? Yangichi derhal şu hamon buningda xabarsizmidi yoki xabardarmi? Mushuni bilolmadik shumi? O odamning alpozi qarasangiz derhal uning kayfiyatini yoki turqi qiyofat tiridagi o'zgarish derhal ochiq zardi gaplarni qilishidan qaraganda buningda xabarsiz. Lekin xabardor bo'lsa-mu so'zning mushunda qo'yilishidan, Amerika tarafdan mushunda qo'yishidan xabardor bo'lsa-mu bu o'zi xalqiga davlatga jungolik ko'rsatayotgan alpoz bo'lish. Demak, o'ttirib qo'yish mas'uliyatimiz bor deb hisoblaymiz. Davlat ishlar katibi Antony Blinken ogohlantirib bunda ko'rsatdi. Joe Biden muavin prezident cheg'ida Jungoni ziyorat qilganda shu vaqtga muavin rais Xi Jinping'a mundaq degan edi. Tabakada Amerikaning futurib qo'yishiga dotkash. Herkes yaxshi dotkish emas. Bugun qandaq bo'ldi? Yani sohbatda yengildinglar degan ma'noda
Qandaq sual qo'ydi. Bugun qandaq bo'ldi? Ayni chaqda Prezident Joe Biden Xi Jinping deydiganni deb bo'lgan edi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken juma kuni, ya'ni 19-kuni muxbirlarga mundaq dedi. Yuqorqi bir qator masalalar to'g'risida Amerika bilan Jungo o'rtasida ixtilof ko'rildi. Jungoning o'zini qo'g'dash xarakterli so'zni anglaganda birodan hayron bo'lib ketmaymiz. Gerçi söhbet tashqari dunyadagilar umid qilgandek uncha besish xarakterlik natijaga erishalmagan bo'lsa-mu, yoki bu yer degan gap besish xarakterlik deganda Jungoning ma'qul deyishiga darhol erishalmagan bo'lsa-mu, lekin dedi davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Amerika taraf bu qatimqi suhbatda maqsad nishoniga yetdi. Jungoning ichki ish emas. Diplomatik rasmiyatlarga zodi kim xiloflik qildi? Amerika Jungo Alyaska suhbatining haqiqiy siri. Mavzuli xabar 3-oyning 19-kuni Amerika ovozida e'lon qilindi. Shu xabardan bu bir abzosni tarjima qilib, leksiya qilib sizlarga men so'zildim, hurmatli vatandosh. Davomini anglaysizlar.